Selam do'stlar, sizlar bilan men Bedrock. Bugungi videomizda biza 10 ta qishloq topamiz. Hop, birinchisi bo'ladi. Birinchisini yozamiz. Unda birinchisi 999. 3'ta 9 yozamiz. 3'ta 9 yozsak mana shunday qishloq chiqadi. Hop, endi ikkinchisi. Hop do'stlar, endi ikkinchisi bo'ladi bizda 4'ta 9. Mana bunisi 4'ta 9. Biz bu yerdan arqalarini qarasizlar, to'g'riga yuraverasizlar. Bu yerda ham qishloq chiqadi, hozir ko'rasizlar. Mana bu yerda ham qishloq chiqadi. Hop, endi uchinchisi bizda final. Ya'ni katta F bilan final yozamiz. Endi sekramiz shunday jo'sh va orqaga qarab to'g'riga yursak, bu yerda ham qishloq. Lekin bu qishloq ikkitali. Yo'q, ikkitali emas ekan. Shu bitta ekan. Mana bu yerda esa piramidasi ham bor. Hop, endi keyingisi bo'ladi bizda hacker. Hop, bekka kiramiz va bu yerda tog' bo'lsa, menimcha chetdan ham chiqaradi. Yo'q, adashibman do'stlar. Noto'g'ri yozib qo'yibman. Hop, do'stlar, 5 ta ham bo'lib qolibdi. Sizlar bilan Bedrock bo'ldi. Bugungi videomiz tugadi.